Yuzimni deb, yuzimdagi problemalarni deb erga tega olmayapman, turmushga chiqa olmayapman deydi. O'zi uchun ham avvalambor muhim, qanaqa bo'lishi, oynaga qaraganda yoqishi yoki yoqmasligi qiz bola uchun muhim. Qizlarning erga tega olmayotganligining sababi, meni fikrimcha, karyerani o'ylaydi, o'ziga baza qurishni o'ylaydi. Baribir ishim ertaga bo'lsin, pulim bo'lsin, uyim bo'lsin, mashinam bo'lsin deydigan qizlar ham yo'q emas. Menga keladi shunaqa qizlar, yoshi o'tib ketgan, 28, 30 undan ham balandroq erga tegmagan. Yuzimni deb, yuzimdagi problemalarni deb erga tega olmayapman, turmushga chiqa olmayapman deydi. Chunki yuzda problemasi bo'lgan. Uni oldini olishni bilmagan, boshlangandan oldin olganda unaqa ko'p vaqt ketmasdi uni to'g'irlashga. Albatta oynaga qaraganingizda yuzingizda problemalar ko'p bo'lsa, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham tushib ketadi. Kosmetologga kelib muolaja olib, agar o'zingizga kerak bo'ladigan yordam olsangiz, muolajani olsangiz, yaxshilanadi, o'zingizga bo'lgan ishonch ham ortadi. Kosmetolog faqatgina yuzingizdagi dog'laringizni, ugrilarni davolamaydi, balki ishonch beradi.